Shohjahon, bunday mix sizga qalay? Yoqdimi? Biz ham aytganmiz bunaqa Oho. bloklarni. Rostdanmi? Ha, rostdan. Siz eshitmagansiz-da faqat. To'g'risi eshitmaganman. Potom to'yda. Men bu guruhdan yana ham kuchliroq narsalar eshitgim kelyapti va bular uddalay olishadi, men ishonaman bunga. Endi hozir bu ko'rsatuvni butun O'zbekiston ko'ryapti. Xuddi shunday. Va meni hozir aytadigan javobimga klassika janrini sevuvchilar, lirika, pop janrini sevuvchilar norozi bo'lmasliklari uchun tushuntirish bilan aytmoqchimanki, bu janrni ham o'zini eshituvchisi bor, iloji yo'q, uni yo'q qilib yubora olmaysan. O'shaning uchun uni o'zini egalari eshitadi. Bu hamma uchun emas, hamma eshitishi shart emas. Hamma janrda demoqchiman. O'zini auditoriyasi bor. Shuning uchun barakalla bolalar. Omad sizlarga. Kattakon rahmat.